Hammaga salom do'stlar. Bugun Coca-Cola zavodiga kelganmiz. Metalisk Armstrong abadisda qo'yib berdik. Tanlash uchun mana ikkitasi. Yo'li bittasi. Bu Armstronglar 30 yil oldin qo'yilgan ekan. Metalisk Armstronglar. Tez-tez yetib taqilar ekan. Shuni hisobiga yomon bo'lib ketibdi. Tak zanglamagan, просто qiyshaygan. Yechib taqilganini hisobiga. O'shaning uchun hozir yengitdan qo'yishmoqchi. Yechib taqilganini hisobiga ko'p. Ko'rishingiz mumkin 30 yildan beri turgan Armstrong xizmat qilyapti. 30 yildan beri. Bitgan holatini ko'rib baho berishingiz mumkin. Nimaga kasalxona, operatsiya xonalari, zavod, fabrikalar Metalisk Armstrong tanlaydi? Sababi oddiy. Ular gigiyenik, oson tozalanadi va bakteriya yig'maydi. Namlik, kimyoviy moddalardan qo'rqmaydi, shishmaydi. Metal yonmaydi, ya'ni yong'in xavfsizligini ta'minlaydi. Eng muhimi mustahkam va uzoq xizmat qiladi.